Yaxshi ko'pchilik, men Xinjiang Tibbiyot universiteti Bash tarmoq doktorxona sinopsiz doktor. Bugun bir yurak qon tomiri ig'ir darajada to'silib, jizya qo'yib, ya'ni diya qo'yib, davolangan bemor to'g'risida tafsiliy so'zlab o'tamiz. 5 yillik yuqori qon besimi bor bemor yaqinqi 20 oyning yog'i damsiz qilib, nafas qisilib doktorxonaga kelib yotgan. Buningki eng yuqori qon besimi 160 ta 110 ga chiqqan. Olib tuvan qon besimi bakrak yuqori. Ammo bu bemorga zoyin ishlagandan keyingi natijasi mana qaraydigan bo'lsak, biz motorni alohida tahlil qilaylik. Mana motorni unda tushgan. Tushgandan keyin sol tarafga bir shox chiqadi. O'ng tarafga bir shox chiqadi. Endi mushuning keyini qaraydigan bo'lsangiz, miyada bir inchki bir tomirninki soyasi bor. Lekin bu aniq emas, tomirlarga o'xshash, tom emas. Endi ma'lum qaraydigan bo'lsak, mana mushuning texmi inchki qarang, miyada bir inchki tomirninki bir soyasi bor, ko'rdingizmi? Shu qarmayotganda bir inchki bir tomirning soyasi. Demek, müşahede bir tomur varken, keyni varken demek şey. Demek müşaheden bu tomurun içi itilip ketkenlik sebepten miyade menotkan kan aldırmağım dedi. Çıkmağım dedi. Nayet azmağım dedi. Yok diyerlik alet mağım dedi. Şu an çıkan miyadeki tomurun sayısı mı külengisi mi nayet yok diyerlik küçük bir alette payda oldu. Endi biz müşahedeki tomurunu itilip ketken yerini açtık. Açkan dinkin ki altı marmat öğrendik. Men hem de mav içip boğan altı bilen ibem kaltın siliştir ya. Mana matomu, mana müştomu şu. Mayaktaki man şaxtısı, mana man şaxtısı şu. Mayaktaki man kendi asas kettin, naiti kiçik, naiti sus. Bir kölengi var, tomunun kölengi sayısı var, lekin ne kadar. Endi biz direkt koygan dikin ki altı bilen mana ma altın siliştir. Demek, mana müşahede tosalgı boğalık için 99% asas kettin, 100% tosalgı boğalık için biz direkt koyup açtık, açkan dikin ki altı, mana yoğun bir tomunun ki inik boğan bir kölengi sayısı payda oldu. Endi bu bemor nima uchun bu tomiri itilib ketdi degan sababini qaraydigan bo'lsak, birinchisi yuqori qon besimi bor. Ikkinchisi qondagi may yaxshi kontrol qilinmagan. Glycogen degan bu mayninki biz odatda 1.17 dan tuvan holatda kontrol qilishimiz kerak. Agar 1.17 dan yuqori olib kelsa, demak qondagi may o'rlab ketgan. Mana bu odamninki 2.13. Şu an bu odamninki asos jihatdan yurak tomirininki to'silib ketishining sababi birinchi sabab qon besim, ikkinchi sabab qondagi may yaxshi kontrol qilinmagan. Endi bu tomirni qanday ochdik degan vaqtda, operatsiya qilganda biz qanday ochilmaymiz degan vaqtimizda mana bu to'silib ketgan xuddi nimaga o'xshaydi desangiz, guanza qara. Guanza ichi uzoq muddat ishlatganlik uchun dug'lashib, dug' paydo bo'lib, mana kichikgina bir to'sh qolgan. Mana matomoning itilgan ichimi xuddi naq shunga o'xshaydi. Buningda kichik inchki bek yo'q deyarlik bir to'sh qolgan ishda. Shu men azroq tomoningki ko'langiz paydo bo'lgan. Nayt inchkaladi. Biz endi bunaqa bir tal sim o'tkazamiz. Mana kelgan qarsimni ko'rdingizmi? Bu simni o'tkazib, xuddi biz cho'ng mumaylarninki, cho'ng apallarimizniki inchga, kichik bo'lgan jinini to'shkishib o'tkazgandek, biz müşahede mushuni, mana shu to'salgan ya'ni ichidan, kichik to'shikdan biz qiyishib yurib, xuddi mumaylarimiz jinni jipni o'tkazmay birdan oyoqqa qilib oxir o'tkazgan o'xshab, biz mushuni ichiga qap qolgan kichik to'shikdan shu inchki simni o'tkazamiz. O'tkazib, ichib olib, andikin biz buni bir dal direktin birini qo'yamiz. Mana direkt qo'ygandan keyingi yurakka direkt qo'ygandan keyingi qo'yayotgan oldi. Qo'yib bo'lgandan keyingi oldi mana bu. Shunisi selektordan bo'lsangiz, asli matomoba mana. Lekin buni keyin yo'q, asosiyati yo'q. Mana endi ko'rsangiz paydo bo'ldi. Shuna qon besim bor bemorlar qon besimini kontrol qilish kerak. Qonda may o'rlab ketgan bemorlar qondagi mayni kontrol qilish kerak. Mesela so'raydiganlar 181 9988 77 34 mushtomirini undan qattiq masala so'rasanglar bo'ldi.